Maqsad nima? Avariyani eldan olishmi yoki bo'lsam haydovchilarga jarima yozish. Hozir sizlarga bir qiziq holatni aytib beraman. Kommentariyada o'zingiz fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Xullas biz endi turan joyimiz Yangiyo'l tumani va Xiva shahrini bog'lovchi asosiy yo'l. Va mana shu aynan shu yo'lda yaqinda mana shu joyda avariya bo'lib, bir o'lim holati qayd etildi. Va aynan mana shu avariya bo'lib, o'lim holatidan keyin ana bu yerda bir yomon yo'lni, yomon joy bor edi. Shu yo'l zo'tildi, yamaldi. Va ko'rganlaringizdek, polni Yangiyo'l tumanidan Xiva shahriga borinchalla mana shunning uzluksiz chiziq chizildi. Endi bu qiziq faktga qaranglar. Masalan, men borayotirman, Xiva shahridan Yangiyo'l tumaniga borayotirman ekan bo'lsam, Yangiyo'ldan Xiva borayotirman. Eldimda fura borayotir, ekan bo'lsam, yanqining elektroskuterlar borayotir. Endi shu yerdan ishlatamiz. Mashinani biza kub o'tsak, men bu uzluksiz chiziqni bosib kub o'tsak, hafta bo'ldi bu yerda reyd bo'lib, gaylar shtraflarni yozib yotdi. Agarda bu mashina kub o'tmasa yoki bo'lmasa massaganni kub o'tmasa, o'zini manzilida 2 soatda boradi. Chunki yo'lni bu joyi sal kengroq bo'lgan bilan orient taraflari dar. Ya'ni haydovchilar bu vaziyatda nechik yo'l tutishi kerak. O'zi umuman olganda men bu uzluksiz chiziqni tumanni shaharga bog'laydigan yo'lda polni uzoq bo'yna uzluksiz chiziq aytib qo'yish qaysi mantiqqa to'g'ri keladi? Shunga o'zingiz fikrlaringizni bildiringlar qani. Men bu uzluksiz chiziqni polni dagansa 100 ming chizish o'rnidan men bu yo'lni bir akkurat aytib sifatlab ta'minlab qo'ysam o'ylayman, hech kim setsiya chiqmaydi. O'zi qarama-qarshi chiqish uchun ikki narsa sabab bo'ladi. Birinchisi, eldinda fura, katta mashina yoki bo'lmasa massa kirib bo'layotgani uchun majbur setsiya chiqadi. Ikkinchisi esa yo'l yomon bo'lgani uchun uni yamaldan qochib, qarama-qarshi yo'lga chiqadi. Endi mas'ullarga shu o'rinda savol. Jadamiz bu yo'lni, ya'ni uzun olganda Xorazm viloyatining qaysi tumanidagi, qaysi shahrida avariya bo'lsa, bu yerdagi yo'lning holatini dar yoki kichkinaligini inobatga olmay, to'g'ri uzluksiz chiziqni chizib tashlayveramizmi yoki bo'lmasam, men bu yo'llarni ta'minlab, yo'llarni kengaytirish choralarini ko'ramizmi? Shu savolga bir javob beradiganlar bo'lsa, bir kommentar yozib qo'yinglar va iloji boricha bu videoni hamma davrasingizga tarqatib qo'yinglar. Chunki aynan Yangiyo'l va Xiva qatnoq haydovchilar bu masala bo'yicha bizlarga bir haftadan beri murojaat tutdilar. Ya'ni aynan mana shu uzluksiz chiziq masalasi bo'yicha gunda g'ayt tutib, gunda shtraf yozib yotdi, bizlarga e'tiroz bildirdilar. Shuning uchun iloji boricha bu videoni hamma davrasingizga tarqatinglar. Men bu uzluksiz chiziqni dakansa uzmin chizishdan maqsad nima? Avariyani eldan olishmi yoki bo'lsam haydovchilarga jarima yozishmi? Agarda avariyani eldan olish bo'lsa, men bu yo'llarni yamasini yamab, yo'llarni sal kengaytirsalar, avariyani eldan olingan bo'ladi. Lekin men bu uzluksiz chiziqni sababini endi to'g'risini bilmayman.